Sayyidimiz Ahmad Tijoniy rahmatulloh, bu kishi Tijoniy tariqatining murshidlari shunday degan ekanlar. Alloh taolo bir bandasiga yaxshilikni iroda qilsa va uni o'zining xos bandalaridan qilishni xohlasa, unga o'ziga ato etilgan ne'matlarni tanitadi. Ularning shukrini ado etishga ilhom beradi. Bundan ortiq uni alohida qilib qo'yadigan boshqa narsa bermaydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandasini iroda qildi, tanlab oldi. Bir bandasiga yaxshilikni iroda qildi. Uni o'zining xos bandalaridan qilishni iroda qildi. Va unga o'sha bandasiga berilgan ne'matlarni tanitib qo'yadi. Va ne'matlarga shukr aytish ilhomini beradi. Boshqalardan ajratadigan, boshqalardan ajratib bir narsa berib qo'ymaydi, deyapti Alloh taolo. Faqat banda o'zi ko'ra olmayotgan narsani unga Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi va shukr qilish ilhomini berib qo'yadi va shukr qiladi. Shu bilan Alloh taoloning xos bandalaridan bo'ladi. Chunki barcha insonlar Allohning ne'matlariga g'arq bo'lganlar, lekin barcha insonlar ne'matlarni tanimaydilar. Hamma inson, kofir ham, mushrik ham Allohning ne'matiga g'arq bo'lgan, lekin hamma ham Allohning ne'matini tanimaydi va Allohga shukr aytmaydi. Ammo xos banda shu ne'matlarni ko'ra olgan kishidir va unga shukr ayta olgan kishidir. Shukr esa Allohga eltuvchi eng buyuk eshik va uning eng to'g'ri yo'lidir. E'tibor qilib eshitingizlar bu gaplarni. Chunki ba'zi odamlarga shukr aytinglar desak yoqmaydi-ku ya. Shukr aytuvchi domla deb masala qiladi-ku ya. Ammo eshitinglar shukr nimaligini. Shukr esa Allohga eltuvchi eng buyuk eshik va uning eng to'g'ri yo'lidir. Shuning uchun ham shayton shu yo'lning boshida o'tirib oladi. Shukr yo'lining boshida o'tirib olar ekan shayton. Nima qiladi o'tirib? Mo'minlarga shukr ayttirmaslikka harakat qiladi. Mo'minlarni shukrdan to'sishga harakat qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Ey Robbim", shayton aytadi-ku, "Ey Robbim, meni yo'ldan ozdirganing sababli men ham albatta ular uchun sening to'g'ri yo'ling ustida o'tiraman. Sen ularga oldilaridan ham, orqalaridan ham, o'ng tomonlaridan ham, chap tomonlaridan ham, so'ng ularning oldi, orqa, o'ng, chap tomonlaridan kelaman va sen ularning ko'pchiligini shukr qiluvchi holda topmaysan." A'rof surasida kelyapti oyat. Endi tushundingizmi mantiq, silsila qanday bo'landi? Mana endi qo'ng'iroqcha tushuntirib beraman oddiygina qilib bu narsani. Ahmad Tijoniy aytayaptilarki, Alloh taolo bir bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, ilohim hammamiz shunday bandalardan bo'laylik. O'zining xos bandalaridan qilishni xohlasa, nima qilar ekan? Unga alohida boshqalardan ajratib bir narsa berib qo'ymaydi, deyapti. Balki unga berilgan ne'matlarni ko'rish ilhomini beradi. Ne'matni tanitib qo'yadi. Holbuki insoniyatda hammasiga ne'mat berilgan, lekin hamma insoniyat ne'matni ko'ra olmaydi. Alloh iroda qilgan bandalariga avval ne'matni tanitadi. So'ngra unga shukr qilish ilhomini beradi. Banda shukr qilib Allohning xos bandalaridan bo'ladi. Shukr eng katta, eng to'g'ri yo'lning eshigi ekanligi aytildi bu yerda. Shuning uchun shayton shukr yo'lining ustiga o'tirib olar ekanda, mu'minlarni shukrdan to'sishga harakat qilar ekan. Va qachonki iblis la'nat qilingan edi, toshburon qilingan edi, rajim qilingan edi, shunda iblis so'rab oldi. Nima dedi? "Ey Robbim", dedi, "menga muhlat ber, meni o'ldirma, to seni bandalaringni orqasidan ham, old tomondan ham, o'ng tomondan ham, chap tomondan ham kelayda, ularni yo'ldan to'sib nima qilay", deyapti oxirida, "senga shukr aytmaydigan bandalardan qilib qo'yay", deyapti. Mana nima uchun biz shukrga chaqiramiz va mana nima uchun ba'zi odamlarga shukr ayting deyish yoqmaydi. Kimga shukr yoqmayotgan bo'lsa, kim shukrni laganbardorlik deyotgan bo'lsa, shayton ustiga mingan odamlar bo'ladi ular. Shukrni kim yomon ko'rayotgan bo'lsa, shaytonda odamlar bo'ladi. Oyat shu narsani ko'rsatyapti. Va bu oyatdan yana bir narsani olamiz do'stlar.
ba'zi odamlarning gunohining ko'pligi uni umidsiz qilib qo'yadi. Umidsiz bo'ladida keyin butunlay umidi uzilib, baribir meni Xudoyim kechirmaydi deydi. Buncha gunohimni Alloh taolo kechirmaydi deydi va Allohga duo qilmaydigan bo'lib qoladi. Chunki umidini butunlay uzib qo'yadi. Shularga ham bir ishora borki, seni gunohlaring, qilmishlaring Alloh taologa duo qilishdan hech qachon to'sib qo'ymasin. Chunki sendan ham yomon bo'lgan iblisning ham duosini Alloh qabul qildi. Hozirgina duosini eshitdik. Iblis bu duosini ijobati qachon olgan edi? Rajim qilingandan keyin, Allohning la'natiga mubtalo bo'lgandan keyin duo qilyapti iblis. Mana bu A'rof surasining 16-17 oyatlaridagi duoni undan keyin iblis aytdi. Ey Xudo dedi, ey Robbim dedi, menga imkon ber, meni o'ldirma dedi qiyomatgacha dedi. Qiyomatgacha o'ldirma meni, men sening bandalaringni yo'ldan ozdiray, ularni hamma tomondan kelay, oldi, orqasi, o'ngi, chapi, tepasi, pastidan kelib nima qilay? Uni yo'ldan ozdirayda senga shukr aytmaydigan qilib qo'yay. Shunga menga muhlat ber dedi. Alloh taolo unga aytdiki, senga dedi ma'lum muhlat beraman dedi. Shayton iblis so'raganday qiyomatgacha emas, ma'lum bir muhlat beraman dedi. Ma'lum bir muhlat beraman. Ya'ni Alloh taolo iblisning ham duosini qabul qilgandan keyin o'sha mahalda biz gunohlarimiz tufayli duo qilishdan to'xtab qolmasligimiz kerak ekan. Ya'ni la taqnatu mir rahmatillahi, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligimiz kerak ekan.